Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-mart haftaning yakshanba kuni Boboshev bozoridan ko'rsatyapmiz. Ayollar, qizlar uchun kiyimlar. Nech puldan aka bu mana shu birinchisidagi? Atlasi bilan 90 ming degan. Mana shu birinchisidagi 90 ming so'm, ha? 90 ming so'm. Xo'p, 90 ming. Bunisi-chi? 3 xil rangi bor. Ha, mana shular 90 mingdan, ha? Rasvetka mana shular aka. Razmer nechtalik? Razmer 4 talik. Razmer 4 talik. 48 dan 54 ga doğru materiallar miramirdan aka. Ko'ylak ishdan bular mana. Bularchi? Bular 80 mingdan. Mana bular 80 ming so'mdan ekan. O'zim o'tsam bo'ladimi shu tarafga? Bemalol aka. Mana shular 80 mingmi? Donagami bu yo pachkagami? Donaga 5 ming 10 ming razmer saqlar. Ha, donaga 5 ming 10 ming, ana borsa 10 ming qimmat bo'lar ekan. Razmer nechtalik? Razmerlari 4 talik bu ham 48 dan 54 ga. 48 dan 54 ga doğru. Materiallar miramir buniki. Mana buni ham hozir dona narxini so'ramayapmiz. Nech pul donaga bu? 95 ming. 90 mingmi? Donaga yo 95? Ha, 95 ming, 100 ming atrofida ekan razmeriga qarab donaga. Hop. Mana bularchi? Bulardan azroq qoldi. Bular 60 ming so'm. Bular 60 ming so'm pachkaga. Pachka narxi. Dona ham beraman. Donaga ham shu narx ekan bular. Bu xabar, bu ham markiza xabar bunisi. Bu ham shunaqa 60 ming so'm. Bunisi 40 ming so'm. Bular 40 ming so'mdan ekan. Xo'p, zo'r. Mana buchi xalat deydimi, nima bu? Ha, bu markiza xabar xalatimiz. Yangi modelimiz bugun chiqdi bozorga. 50 ming so'm beryapmiz. Pachkagami, donaga? Pachkaga. Donaga. 52 dan 62 gacha razmeri bor. Donaga nech pul? Donaga 55 ming so'm. Pachkaga 50 ming so'm, ha, zo'r. Bular mana bu rasvetkasi, ha? Uch rangi bor. Mana bu toshlarimiz bor. 70 ming so'mdan bular. O'sha toshsizi bor mana. 55 ming so'mdan toshsizlari. O'zi ham chiqib qolyapsiz. 50 dan 60 gacha mayli, shu saqam. Xo'p, mana o'sha toshi bor, setkasi borlari ham bor ekan mana. Shuni ham ko'rsatib qo'yaylik-da, hali. Bu ko'ylakda o'zi ekan-a bular, ha? Ko'ylakda o'zi 50 dan 60 gacha vazn. 50 dan 60 ga doğru razmer, narxi pachkaga nech pul dedingiz? 70 ming so'm. Pachkaga 70 ming so'm, dona pachka narxi bir xil ekan. Bu taraflariz? Bularimiz 60 ming so'm. Ha, 60 ming so'm. Ha, ana modelimiz bor. Bu 65 ming, yangi model bu ham. Bugun chiqdi bozorga. Donagami 60 ming yo pachkagami? Pachkaga 65 ming. Ha, donaga 65 mi? Yo'q, pachkaga 65, donaga 70. Donaga 70 ming so'mdan ekan. Razmerlar nechtalik? Razmer 48 dan 54 ga to'rttalik. Bunisi 60 ming. 60 ming so'm pachkaga. Pachkaga dona 65. Donaga 65. Endi nomeringizni ayting mana. O'zlarini ham tanimanglar hali. 91lik 097 55 55. ana shu telefon nomeriga telefon qilinglar. Qo'qonda Stenka bozoriga ham chiqishadilar, ha. Keyin nimamiz ham bor, shtampillarimiz ham chiqqan tomon. Bu tarafda bunaqangi shtampillari ham bor ekan. Nech pul bulariz? 32 ming so'mdan sotgan narxi. Dona 35. Donaga 35 dan ekan, pachkaga 32 ming so'mdan ekan. Ko'ylak ishdan ekan. Materiali shtampil ekan. Razmeringiz nechtalik? Razmer standart 46 dan 52 ga tushadi. 46 dan 52 ga doğru tushadi deyishyapti. Razmerni mana. Yusa kichkinalashib ketmaymi bu? Kichigayadi. Shunaqa deydi-yu bizlar. Yusa katta. Aki orqadan dazmol qilsa joyiga keladi. Bular shunaqa ekan. Slim kirmaydi.